Shahar markazi Komolonga kelganmiz. Mehnatkash mahallasi Komolon masjidini yonidagi ko'chada joylashgan bu uyimiz 3 sotu, 6 ta xonasi, 4 ta sanuzel joylashtirilgan. Qadrdonlar bu uyimizning narxini kelishtirib berishadi. Uy egalariga pul srochniy ekan, safarga ketishayotgan ekan. Qiziqqanlar bo'lsa pastga ega raqamni yozib qoldiramiz. Ko'p turgan barcha mebel texnikalar qoladi. Kirib kelishimiz bu yerda kattagina hol, divanlar qo'yib qo'yilgan, bu yoqqa televizorlar, bu yerda domofonlargacha bor. Wi-Fi, boshqa. Bu yoqqa kirib kelar ekanmiz, bu yoq oshxonamiz. Oshxonamizning o'ziga 8,5 ming dollar ishlatishgan mebel texnikalariga. Bu yerda stol choy ichish uchun qilingan. Bu stollarimiz bilasizlar qimmatdan ishlatilgan. To'g'riga o'tar ekanmiz, bu yerda mehmon kutish xonamizga keladi. Undan oldin mana bu bitta nazar solib qo'yasizlar, dam olib o'tiriladi. Xo'p, bu mehmon xonamiz. Bu yerdan o'tar ekanmiz, bu yerda alohida bitta yana kladovka bor. Bu yoq yotoqxonamiz, spalni. Yotoqxonamizdan o'zini alohida bu yerda yuvinish xonasi ham bor. Bu tarafda bo'lsa yuvinish xonasi joylashtirilgan. Endi ikkinchi etajga ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqishdan oldin bitta narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Uyimiz haqiqatda fayzli, nurli. Agar bu uy oladigan bo'lsangiz, inshaalloh baraka topasiz. Yuringlar, endi ikkinchi etajga chiqib qolamiz. Ikkinchi etajga chiqib kelar ekanmiz. Uy egalari safarga ketishar ekan, o'zi bu uyda ko'p ham yashashmas ekan. Elektr ishlar hammasi bo'lgan. Shuni lustrob kelib o'rnatsangiz bo'ldi. Bu yoq bitta bolalar uchun xonamiz. Uning yonida yana bitta detskiy xonamiz. Bu yoqda umumiy yuvinish xonasi. Zinadan chiqqanda chap qo'limizda bo'lsa, kattagina mehmon kutish uchun hol. Dizayniga ham e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli qilib qo'yish. Bu yana bitta katta xonamiz. Bu yerda ham yotoqxona qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yoqqa kirganimizda kattalar uchun faqat yuvinish xonasi. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Komolon mahalla bo'ladi, masjidda yonidagi mahallalarda joylashgan. Mahallani ko'rishingiz mumkin, elitniy mahalla. Bu yoqdan asosiy uyga kirish eshigi bor, past tarafimizda yana darazamiz ham bor. Birinchi sizlarga darazadan kirib ko'rsataman, keyin ichkaridan kirib hollarni ham ko'rsataman. Mana mashina qo'yish uchun garaj bu yoq podol qilingan. Agar sizda elektromobil bo'lsa, uni ham zaryadlash tizimlari bu yoqqa o'rnatilgan. Bu xonamizda bo'lsa, santexnika ishlari o'rnatilgan. Endi bu yoqdan chiqib ichkarini ko'ramiz. Xo'p, eshikdan kirib kelganingizda bu yoqda mana zeleniy zonaga joy tashalgan. Bu yoqdan shu pastga garajga podolga tushsangiz bo'ladi. Bu yoqdan oshxonaga kirsangiz bo'ladi. Ikkita eshigi bo'ladi. Pastda darazani ko'rdinglar. Bu bo'lsa asosiy kirish eshigi bo'ladi. Qiziqqanlar uchun men pastdagi raqamni yozib qoldiraman, telefon qilasiz.